Surxon vohasi yurtimiz janubidagi qadimgi dunyo madaniyatlari tutashgan manzil. Ana shu hududda buddizm tarixi va uning ilk badiiy tasvirlari ham shakllangan. Termiz tumanidagi Qoratepa yodgorligidan topilgan noyob haykal bu yerda ming yillar avval qanday ma'naviy va madaniy hayot kechganini o'zida namoyon etadi. Muxbirimiz mavzuni davom ettiradi. Mazkur haykal Markaziy Osiyo hududida ma'lum bo'lgan Buddaning eng qadimgi antropomorf tasvirlaridan biri. Moskva shahrida joylashgan Sharq muzeyi kolleksiyasida saqlanayotgan ushbu Budda boshi Surxondaryo viloyatida joylashgan Qoratepa buddaviylik ibodatxonasidan topilgan. Ushbu majmua milodiy 1-asrning o'rtalariga kelib, Amudaryo bo'yida Sharqiy Markaziy Osiyoning antik davrdagi eng yirik shaharlaridan biri Tarmita, hozirgi Termiz chetida shakllangan yirik buddaviy diniy markaz hisoblanadi. Qoratepaning janubiy tepaligidagi Ye kompleksi, ya'ni Ye majmuasidan 89-90-yillarda olib borilgan oxirgi so'nggi arxeologik qazishmalarda topilgan. Bu aslida butun bir Budda haykalini bir bo'lagi hisoblanadi va undan faqatgina shu boshi saqlangan. Bu boshda avvalo biz o'sha texnik parametrlarni aytadigan bo'lsak, Budda boshi o'lchamlari balandligi 28 sm, eni 17 sm. Ya'ni bu hozirgi biz o'sha real odam boshidan sal kichikroq, mo'jazroq qilib yasalgan. Texnikasiga keladigan bo'lsak, xomashyosi loydan va loydan yaxshilab loyni pishitib, unga o'sha kerakli bog'lovchi moddalar, o'sha o'simlik kuli qo'shilib, loydan nihoyatda maxsus tayyorlangan va loy tayyorlangandan keyin ichiga o'sha qamishdan karkas yasab, o'sha haykal ham ichida karkas bo'lgan va karkas ustiga matoni ho'llab, suyuq loy aralashmasida matoni o'rab, qamishga balvanka yasab olgan va uni ustiga sekin-asta loyni qo'shib, shakli, ya'ni haykalning umumiy hajmi chiqarilgan. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, Qoratepa buddaviylik majmuasi milodiy 1-asr o'rtalaridayoq shakllangan. Bu yirik monastir bo'lib, unda rohiblar yashagan, ziyoratchilarni qabul qilgan va san'at asarlari yaratilgan. Milodiy 2-3-asrlarda monastir ravnaq topgan. Ana shu davrda Budda haykali yaratilgan bo'lib, uning ayrim qismlari bizgacha yetib kelgan. Qoratepa yodgorligi eski Termiz tarixiy shaharining shimoliy g'arbiy qismida joylashgan, hududi ancha katta hududni qamrab olgan diniy inshoot hisoblanadi. Hududi 8 gektarni tashkil qiladi. Bu hududi bo'yicha O'rta Osiyoda eng katta buddaviylik yodgorligi hisoblanadi. Biz ko'rib turganimiz Budda yosh inson qiyofasida tasvirlangan haykalning bosh qismi. Uning sochlari mayda jingalaklar bilan qoplangan bo'lib, chig'anoqsimon aylanali turmak deb ataladi. Haykalda agar biz yaxshilab razm soladigan bo'lsak, u yerda bir Buddani holati, uni ko'pchilik aytadi, erkak kishimi, ayol kishimi, o'sha paytdagi haykaltaroshlar yoki bo'lmasa shu rassomlar uni shunday tasvirlashga harakat qilganki, unda ya'ni jins bilinmaydi uni yuzida. Ya'ni u mukammal, u komillikka erishgan Budda. Mana shuni tasvirlamoqchi bo'ladi. Shuning uchun yuzi nihoyatda simmetrik, oval shaklda, hech qanday nuqsonsiz, ko'zlarini ko'rsangiz haykalga yarim yumilgan, ya'ni meditatsiya holatida. Labi esa nimtabassum qilgan holatda. Ya'ni bu mana shu haykalda yuz ifodasida mukammallik, oliy o'sha komillikka erishgan qiyofa aks etishi kerak bo'lgan va mana shunga erishgan ham. Ushbu Budda tasviriga xos ikonografik, uslubiy va texnik belgilar uni Markaziy Osiyo hududida shakllangan erta buddaviy haykaltaroshlik maktablarining muhim namunasi sifatida tavsiflash imkonini beradi. Shu Buddani o'zini elementlari bor. Buni lakshanlar deydi. Ya'ni u o'ziga xos bir o'sha haykalga tegishli element hisoblanadi. Misol uchun, shu Buddani boshida ko'rgan bo'lsangiz, sochini turmagi yig'ilgan. Ya'ni bir mana bu tutam deydi, bir tutam soch turgan bo'ladi. O'sha lakshalardan biri. Ya'ni bu o'sha Buddani Budda ekanligini, obraz, o'sha Budda obrazi ekanligini bildiruvchi bir element lakshan hisoblanadi. Lakshan bu ham sanskrit tilida, ya'ni u belgisi, ya'ni shu Buddaga tegishli ekanligini belgisi. Odatda buni o'sha buddaviylik qonuniyatlarida buni 32 ta belgisi bor deyiladi. Biz aynan o'shandan bir nechalarini biz o'sha hikoya qilayotgan haykalda ko'rishimiz mumkin. Qoratepadan topilgan Budda boshi bu shunchaki arxeologik topilma emas, balki qadimgi dunyo, madaniyatlar, dinlar va badiiy an'analar namoyon etuvchi nodir tarixiy yodgorlikdir.